Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Qirg'izistonliklar audio podkastining navbatdagi sonini sizlarga taqdim etamiz. 2020-yil boshidan buyon dunyoga kelgan koronavirus illati Qirg'izistonni ham chetlab o'tmadi. Kundan kunga ushbu virusga chalinib yordamga muhtoj bo'lgan kishilar ko'payib bordi. Ana shunday kunda yangi avlod xayriya fondini ochib, ham shaharlarga yordam berishga shoshganlar bo'ldi. Bugun biz mazkur jamg'armaga kimlar hissa qo'shdi, kimlarning ehtiyojiga ko'mak ko'rsatildi, shu haqda jamg'arma rahbari Doniyor Nurmatov hamda menejeri Nigora Nosirovalar bilan suhbatlashamiz. Doniyor aka, mana yangi avlod fondini jamg'armasini rahbar ekansiz. Buni ochishlarda maqsadi qanday bo'ldi? Hozirgi kunda kimlar ehson qatori mana shu yordamni beryapti va kimlarga sizlar yordam beryapsizlar? Birinchidan assalomu alaykum, katta rahmat. Ikkinchidan bizga shu televideniya o'zi ko'ngil bo'lgani uchun ham katta rahmat. O'ylayman, biz har doim shu kungacha ehsonlarimizni xiyonat qilyaptik. Bajarib katta rahmat sizlarga. İkinciden aytib ketadigan narsa, asosiy bizni Covid pandemiya o'tib kuchaygan holda biz birinchi bo'lib o'zimiz atrofimizda yurgan tadbirkorlar, katta tadbirkorlar birikishib shu xalqqa yordam beraylik degan maqsadda uyushtirgan ishimiz bo'lgan. Alloh taolo shu kungacha davom ettirib kelyapmiz. Atrofimizga yig'ilgan odamlar nima bilan yordam beraylik degan savol tug'ildi hammadan. Birinchidan har doim Alloh ko'proq o'tib ketganlar, o'sha qiynalgan, o'sha kislorodni konsentratori yetishmasligidan bo'lgan. O'sha kislorodni konsentratori yetishmasligi maqsadida biz hamma atrofimizga yig'ilib, kim qancha muhtoj, kimga qancha nima qila olamiz degan maqsadda nima qildik. Birinchi bo'lib o'sha kunda biz 40 ta kislorodni konsentrator olganmiz. Shu kislorodni konsentratorimizni shu kungacha ishlatib, qizlarimiz ham aytgan bo'lsa kerak, 300 dan oshiq odamga yordam berdik. O'zinglar guvoh bo'ldinglar, odamlar shu darajada yig'lab rahmat aytib ketishyapti. Ikkinchi etapimiz, yordam beradigan etapimiz ko'pchilik hali qimmat dori, o'sha dorilar bo'yicha bo'ldi. O'sha dorilarda Kliksan va boshqa ko'p dorilar bor. Qimmat bitta dori 300 so'mga ketishini qildi. Ikkinchi qilgan katta ehsonimiz bizda bo'ldi, shu dorini bepul bekorga tarqatdik. O'sha holda hozirgi kunga kelib biz asosiy maqsadimiz shu, kim o'rgan, hozir ko'proq o'rganlar dostoro'ni pnevmoniya bilan kelishyapti. O'sha dostoro'ni pnevmoniya bilan kelganlarga shu kislorodni konsentratori bekorga ehson qatori beryapmiz. Shu kungacha Alloh taolo ehson qilib kelyapmiz. Aytib ketadigan narsa, biz atrofimizda yig'ilgan akalar, asosan ularga ham katta rahmat, shundan foydalanib ularga ham rahmat. Shu bergan ehsoniylar shu o'ylayman oxirgi odamgacha rostdan ham muhtoj odamlarga yetdi degan o'ydaman. Nigoraxon, mana yangi avlod fondini, mana shu jamg'armasini boshqarib turibsiz ekan. Bu yerda yordam berib, xalqqa qanday yordamlar berdinglar shu kungacha? Kimlar keladi so'rab, qaysi vaqtlarda qanaqa yordamlar so'rab kelishadi? Bizda основном yordam berishimiz shu kislorodni konsentrator beramiz. Undan tashqari dori-darmon ham berganmiz. Hozir endi poka nalichi yo'q. Xarelta, Kliksan degan dori-darmonlar bor, Giparin. Shularni в основном qanaqa odamlar, kasallar, endi haligi nochorlari ham bor, qo'lda borlari ham bor, lekin hamma kasal, bitta kasal kelib istab kelsa, so'zsiz biz apparatlarimiz nimalik reanimatsion apparatligi uchun so'zsiz doktorlar bilan kontakt qilamiz, vrachlar bilan, klinikalar bilan gaplashamiz. Действительно kerakmi, qanaqa stadiyasida, nimaga, qayerda qaraydi, shularni so'rab, hammasini bilib, больнойni bilib, qanaqa ahvolda, boshlanishimi yo yaxshi bo'ldimi, qanaqa apparat kerak, ashlarni so'rab beramiz, yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Biz nimada ishxonada 24 ta apparat bor hozir, lekin bular hammasi kasallarda hozircha ko'payib qolib, kasallarda qo'lida bo'lib turibdi. So'zsiz bular через врачей обязательно, so'zsiz doktorlar orqali jondan-jon kelib, menga apparat kerak edi, nafas olmayapman desa, unaqa bo'lmaydi. Doktorlar kontaktga chiqib, gaplashib, doktorlar so'zsiz o'zlari javob beradi, balmolarga biz apparatlarimizga javob beramiz.
shu bugungi kungacha shuncha qancha odamga yordam berdinglar? Sizda hisob kitoblar bo'lsa kerak, chunki kecha mana как раз отчет tayyorlaganimizda 327 ta odam. Это за весь сезон нашей работы. Ichidan 220 tasi это наши октябрь, ноябрь ichi. Speshka kattaroq uchun shu safar farqi ko'proq bo'ldi. Jicha tanqis bo'lib, apparatlarimiz yetishmovchilik bo'lib, обязательно o'chirtga yozamiz. Telefon qilgan odamni без внимания qoldirmaymiz. So'zsiz so'rab, sharoitini, ahvolini, kasalni, doktorini so'rab, men o'chirtga yozib olaman обязательно. Apparatlarim kelishiga o'zim istab telefon qilib, xabarlashib kelib olib ketadi. Но бывают такие моменты, что именно kasallik только kechasi qo'zg'aydi. И kerak bo'lsa shunaqa paytlar bo'ladi, что biz kech payt birovnikidan borib keraksizdi shu olib borgan odam yo'qdi desa o'zimiz borib olamiz, so'zsiz o'zimiz olib beramiz. Ashi yerlari jicha qiyinroq ishimizni, потому что kasal в основном kechasi orishni boshlashadi, kechasi zarur bo'ladi. И doktorlar aytgandek, каждая минута дорога, и хочется сохранить всю, получается, человека, жизнь можно сохранить. Поэтому nima desamki, благотворительность shundan iborat bo'ladi, что o'zing uchun emas, birinchidan birovda shu jonni saqlab qolish, yordam berish degani. Shuning uchun so'zsiz ashna qilib birovlarga yordam berib harakat qilamizda. Mana shu yangi avlod jamg'armasiga yordam berayotganlarni mana ismlari sir qolishini iltimos qilyapsizlarda, lekin ularda bugungi kunda olib borayotgan faoliyatlari, masalan, oddiy pensionerlar ham kelib ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shay degan o'zini nimasini berib ketibdi-da, ozgina bo'lsa ham pensiyasini bo'lsa ham o'tkazib ketganlar bor ekanda, shular haqida to'xtalib o'tsangiz. U juda ham qiziqarli ish bu. Mahalla Covid mahallasi uyda o'tirganda o'zim o'tirib ishladim. Qiziqarli bir hikoyaga o'xshab bo'ldi. Bitta oqsoqol kishi keldi. Oqsoqol kishi kelib pensiya olar ekanda. Lekin o'g'lim shunaqa eshitib qoldim, eshitsang yig'laysan-da. Shunaqa ehson qilyapsizlar ekan, eshitib qoldim, yordam beryapsizlar ekan deb o'zini o'zi kelib nevarasini chaqirib, "Bor mashinadagini olib kel" dedi. Qog'ozga "Aka, nima u?" desam, "Mana shu bitta pensiya" dedi. Shunga yordam beryapsizlar ekan deb, men ham hissamni qo'shib qolyapti deb. Lekin nashta qarasak, bitta pensiyasini olgan bo'yicha, qog'oz bo'yicha o'rab Ular hikoyalar ko'p. Yana bir yaqinda ham nima bo'ldi? Oddiy taksist kelib akalar shunaqa biz ham bir yaxshilikka qo'shilishib qolaylik deb, bir kun ishlaydigan pul 750 so'm ekanda. Pulini aytmasak bunaqa aytishga majbur bo'lyapman. Kelib, bir kunlik ish topgan pulim, ishdan keyin kech payt bo'lgan ishda, bir kunlik topgan pulim mana akalar sizlarga ekson qilib, даже kvitansiya yozib beramiz. Desak, yo'q, kerak emas, yo'q, bizga yozib berishimiz kerak. Allohning yo'lida qilib beryapmiz. Akalar davom ettiringlar, to'xtab qolmasin deb. Ko'nglingdan xursand bo'lib ketadi, shunaqa odamlar borligigacha. Rahmat katta sizga. Rahmat sizga. Yurt boshiga sinovli kun kelganda albatta yordam berganlar ko'p bo'ldi, ammo ular o'z ismlarini sir tutishlarini iltimos qilishdi. Biz audio podkastning bugungi sonida ana shunday sirli insonlarning beminnat yordamlarini ehtiyojmand kishilarga tarqatgan yangi avlod xayriya jamg'armasi xodimlari bilan suhbatlashdik. Kelgusi sonlarda yana yordamga shoshgan qahramonlar haqida to'xtalamiz. Eslatib o'tamiz, bular bizning qirg'izistonliklar.